Assalomu Yakub House obunachilar, aziz mijozlarimiz. 2 qavat bo'lsin, kvadrat katta bo'lsin, eshik mallini shunday bir havolanib turadigan bir zo'r yer bo'lsin, yo'lning usti bo'lsin degan mijozlarimiz uchun 700 metr kvadrat 2 qavatli hovli joy chiqdi. Shuningdek kattalikda qurilish osti o'ta darajada katta. Sizlar dedim yaqinlarda shunday katta hovli joylarni ko'p so'radingizlar. Yana marhamat. Bu tarafimiz Sanjar to'yxona. Hozir shunday kelaverasizlar. Bu tarafdan ham kelib qoladi. Polni şimdi elde asfalt mashina yuradigan. Buni orqa tarafini ham o'tib ko'rdim. Yaqinlar orqa tarafidan yana 2 tosh hovli joy solib bersangiz bo'ladi. Chunki orqa tarafida ko'chaga bog'langan ekan bu yer. Bu tarafida ko'cha bor ekan, shu yerga ulangan ekan. Orqa tarafida yana hovli joy solib bersangiz bo'ladi. O'zi hudud ham lekin yaxshi ulan 700 metr kvadrat. Pastdagi nomerni qoldiraman, bemalol telefon qilaverasizlarga. Narxi $210 ming. Kelishadigan yerlar bor ekan. O'zingiz bemalol savdolashaverasizlar.